Assalomu alaykum. Bugun bizning YouTube obzorimizda Tiggo 7 Pro Premium. Bu mashina to'g'risida aytib o'tadigan bo'lsak, panorama luka bor, 360 gradus kamerasiga ega, 18-razmer disk, LED optika, qarang radiator panjarani kattaligini hamda umniy faralari bor. Keyin bunda yana eng yaxshi narsa parktroniklari bor. Oldi, orqa, полный zimniy paket, oyna isitishi tizimi bor. Hamda bunda ichiga o'tadigan bo'lsak, buni ichiga o'tadigan bo'lsak, ikkita komplektatsiyada kaliti bo'ladi, hamda yana fizический kaliti bo'ladi. Bunaqa ikkita. Buni ham ko'rsatib o'taman. Keyin mana mashina kalitsiz zavod bo'lmaydi, faqat kalit ichida bo'lsa zavod bo'ladi. Hamda bunda 1.5 turbina dvigatel, 147 ta ot kuchiga ega. Mana ichiga kelib o'tirsak, ko'ryapsizlar, mana lyuk kattaligini, bu o'zi yarimisigacha ham to'xtaydi, yana yarimisigacha ham ketadi. Buni ikki martalab bosishlar kerak bo'ladi-da. Lyuk yana ochiladigan. Bu premium varianti, 360 kamera gradusini to'g'risida gapirdik. Mana kameraga kirasizlar, tizimiga mana 360 ko'rsatib beradi. Kem atrofida nima, qanaqa mana uchidagi qo'ysa, unda bursa ham bo'ladi. Mana bursa ham bo'ladi. Butun avtosalonni hozir mana ikkita eshik ochiq, mana ko'rsatib beryapti. Ikkita eshik ochiq. Bu tepa vid. Bu mayli. Bu narsa qiziqmasdir. Salonni ichini o'zini qaranglar, baholanglar. Bu plastik emas, bu koja. Mana bu yerda 12.3 dyumli displey bor. Bunda o'ris tili bor, o'zbek tili bor, ingliz tili bor. Kimga qanaqa til yoqsa o'rnatib olasizlar o'zingizga. Bizda hozir mana bu yerda o'ris tili turibdi. Keyin mana Android Auto mavjud. Telefoningizda Android bo'lsa, любой Samsung telefon, Xiaomi farqi yo'q. Kelasizlar, shunda bog'lab qo'yasizlar, bu yerdan o'zingizlarning telefoninglarni anaqa qilib ketasizlar. Upravlять qilib ketasizlar. Yoki bu yerda hop, iPhone bor deylik. iPhonega nima qilasizlar? Apple CarPlay bosib qo'yasizlar, shundoq eshitib ketasizlar o'zingizlar yoqtirgan ashulalarni. Telegram ham ko'rinadi, karta ham mana shu yerda chiqadi. Keyin telefonda zaryadka o'tirib qolsa nima qilasizlar? Беспроводной зарядка. Mana bu yerda turibdi. Беспроводной зарядка. Shundoq qo'yib qo'yasizlar, ускоренный беспроводной зарядка bor. Mana bu yerda ichimlikligi podstakanlik ikkita mavjud. Hamda salon o'zi sifatli qilingan, g'ijir-g'ijir degan narsasi yo'q mana. Hamma yerda urib ham ko'ramiz, sifatli mana. Xitoy deyishsa, lekin unaqa emas, mana sifatli o'zi salon. Mana bu yerda airbaglari ham mavjud. Audio sistemasiga gap bo'lishi mumkin emas. Audio sistemasi akustikasi zo'r. Ishlar yopilsa, mana bu yerdan dinamiklar bor. Yo'llardan dinamiklar ishlaydi. Mana bu yerdan passajirskiydan dinamiklar bor. Sizlarga yaqin ko'rsatib beramiz bularni. Konditsioner sistemasi bor. Bu yerdan podogrev сиденье, mana ikkita oldi сиденье podogrev bo'ladi. Bu tizimlari mavjud. Hamda lobovой isitish tizimi bor. Keyin bu mashina o'chgan, mana bu yerdan ham boshqara olasizlar konditsioner sistemani. Xohlasanglar bu yerdan ham boshqara olasizlar konditsioner sistemani. Mana o'chirib qo'ydim. Bo'ldi, menga kerak emas. Ko'ryapsizlar, bu yerda ham sensor, bu yerda ham sensor. Xo'p. Bu yerda nima? Bu yerda biz tezlikni ko'ramiz, bu yerda sport, eko rejimlari bor. Bu yerdan biz boshqara olamiz. Mana eko rejimga tushdi. Bundoq qilsak mana sport rejimga tushdi. Hop. Bu endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana multi rul. Qishda eng yaxshi funksiya nima? Bu isitish tizimi mana bu yerda mavjud. Bu yerdan hamma narsa qila olasizlar. Telefonga javob berish, telefonni o'chirish. Mana сразу kirib ketdi Bluetooth sistemasiga, bu telefonni podключениясini kutyapti mana. Keyin mana bu yerdan baland past qilish. Mana ashula ham o'ynayapti. Biz past qilib qo'ydik, endi video olyapmiz-ku. Keyin mana bu yerdan cruise control, adaptivniy cruise control, oddiy emas. Adaptivniy cruise control nima degani? Oldidagi mashinani ko'rib, u to'xtasa, bu ham tezlikni tushiradi. Например, 60 ga qo'yib qo'ydinglar deylik. Masalan, 60 da ketyapsizlar. Oldidagi mashina birdaniga to'xtashni boshladi. Bu mashinangiz nima qiladi? Bu ham sekin to'xtab boradi. Bu o'zi masofasini oladi. Bunga, например, uzoqroq masofa qilib qo'ysa bo'ladi, yaqinroq masofa qilsa bo'ladi. O'zingizlar qo'yib olasizlar bu masofani. Displeyni qaranglar, yoqyaptimi yo'qmi? Bu klassika displey, buni yana o'zgartirsa bo'ladi. Bu displeylarni har xili bor. Bu o'zingizga yoqqanini qo'yib olasizda. Hozir mana temani tanladik. Mana klassika, mana stream. Streamga qo'ysam hozir mana полный o'zgardi. Mana shunaqa bo'ldi. Ko'ryapsizlar? Yoqqanini qo'yib olasizlar. Bu уже mashina plus kompyuter ham desa bo'ladi. Probeglarni ko'rsatib beradi. Mana tema ketdi. Stilga qo'yaylik, qani stil ko'rinishini o'zgarishini qaranglar. Mashinacha chiqyapti, mana bunaqa уже stil ko'rinyapti. Уже bu boshqacha tema.
ko'rib turibsizlar. O'zida bardachukka ham bor, bunaqa bari bor. Mana chuqur, mana chuqur. O'zingiz ko'rib turgandek ko'p narsa ketadi bunga. Zo'r. Sidinyalar eko-ko'jdan qilingan akalar. Mana bu salon o'zi ichkaridagi отделкасы hammasi eko-ko'jdan qilingan. Bu yerda yana eng yaxshi narsa ikkita pamyatchi sidinye bor. Nima degani? Ikkita pamyatchi sidinye. Ikkita odamgacha ham eslab qola oladi. O'zingizlar kelsanglar, o'zingizga настройga qo'yasizlar, mana bu joyidan keladi. Birra bosasizlar, bo'ldi, bir o'zingizlarni положенияларni eslab qoladi. Shu mashina bo'lib ketaverasizlar. Bir bossangiz o'zi bokovoylarni to'g'rilab oladi, o'ziga qulay bo'lib moslashib ketaveradi. Keyin ikki, например, ayolingizga yoki aka-ukangizga qilib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda mashinalar bilan endi kunora almashtirsanglar, har doim o'zingizga to'g'rilaysizlar. Yana bunda nima elektrический sidеньялар bor, spinka regulyatsiya, hamma narsa esda qoladi. Spinka regulyatsiya, tipi past, mana tipi past. Oldi, orqa hammasi elektrический. Bu yerda qo'lda hech narsa ishlatilmaydi. Xo'p. Keyin mana bu lyuk ochilish knopkalari bor. Mana lyuk polni ochyapmiz. Ochilishini qarang, kattakon lyuk. Panorama lyuk. Zo'r narsa. Xo'p, bu narsalarni o'tgan bo'lsangiz, sifatlarini ko'rsatib berdim, hammasiga urib chiqdim. O'zingizlar ko'rasizlar, живой obzor. Biz hech qayerda hech narsani bekitmoqchi emasmiz. Odamlar ham nima deyishyapti? Bunda faqat bitta minusi bor, bak kichkinaroq deyishadi. Lekin propan o'rnatib olsangiz mazza qilasiz. 95 gacha ham yuradi, mazza. Lekin men maslahat beraman, 95 qo'yishingiz kerak. Nimaga? Chunki O'zbekistonda o'zingizlar bilasizlar, benzin sifati sal pastroq. Shunga bir xil joylarda 92, 85 ga ham tengda. Shunga endi o'zingizlar mashinalarni ayamoqchi bo'lsangiz, turbina dvigatel 92 dan baland benzinda yuradi. Mana o'tirishimni ko'ribsizlar, o'zi bundoq qilib, bundoq yotib ham o'tirman desa bo'ladi. Chunki mana oyog'im mana to'rdi, mana o'zi bo'ldi, mana. O'zi joy ham yo'q. Qatgani cho'zilishi ham bilmayman. Mana endi bu oldida. Endi orqasini ham ko'ramiz. Mana orqada ham joyimiz bor. Mana hali tegmayapti. Qacha bunga hali yana joy bor, surilsa bo'ladi. Okalar endi bir xillanib qo'tdi bo'yi bo'ladi. Shunga bo'y balandligi как раз qulay mashina deb o'ylayman. Chunki men bo'yim 1.80 bo'lsa, mana hali qancha bor? 2 metr bo'lgan okalarga ham ketaveradi. Bu yerda yana orqada ham konditsioneri bor. Zaryadkalari bor, zaryadное устройство и albatta sidенье isitish tizimi bor. Hozir biz keyin sizlarga ko'rsatib beramiz, mana bu yerda olib beramiz. Orqada ham isitish tizimi bor, oldida ham isitish tizimi bor. Orqada odamni o'zi boshqaradi. Oldida odamni o'zi boshqaradi. Shunga mo'ylashim bo'yicha juda qulay. Orqa dinamiklari ham mavjud. Endi qaranglar, eng qiziqarli joyi ekanmiz bagaj. Bagaj nimaga ko'p odam so'raydi, qanaqa bagaj? Kattami, kichkinami? O'zingizlar qarab olinglar. Mana. Shtorkasi bilan birga keladi, bu заводской. 15 kilogacha ham ko'taradi. Bemalol. Keyin men bilmadim, yoqadimi, yoqmaydimi? Shu gapim bir xil xazalay mashinalarda zapaskalar bo'lmaydi. Bizda bor mana. Zapaska bor. Bu полноценный zapaska, dramkrat, трибунниклар bilan keladi. Agar yo'lda bu muammo bo'lib qolsa, xudo asrasin, baribir ham kerak narsa. Men o'ylayman shunaqa deb. Shunga agar endi ballon yorilib ketsa, endi bizani yo'lda bu narsa bo'lib turadi. O'zingizlar almashtirib qo'yib olasizlar-da. Xudo xolisa, bunaqa narsalar bo'lmasin. No, baribir ham kerakli narsa deb o'ylayman. Agar bu narsa kerak emas desanglar, propan qo'yib olasizlar, tagiga shundoq propan ballon sig'ib ketadi. Bemalol propandan ham yurasizlar. Bu endi bir xil okalarga qiziq bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman. Svetlari bor, dachiklari bor, даже mana yoz bolalardan olib qochadigan rejimi ham bor. Mana sekin tep qo'ydi, sarazni ko'tarib ketdi. Bu rejimlari mavjud. Bagajnik даже mana bunaqa tep qo'ysam yopilmaydi, mana to'xtab qoladi. Mana bu yerda kamerasi bor, orqadagi kamerasi. Keyin men aytganimdek, orqa mana bunaqa parktroniklari bamper bo'yicha mana ketgan. Bu mashina funksionali bo'yicha juda zo'r qilingan. Temiri ham sifatli, bundoq qarasa. Uncha-munchaga qirilmaydi, buzilmaydi. Hamma materiallar, hamma zapchaslari bizani O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Bir xil so'raydi, nima bizani avtosalonga kelishadi, so'rashadi. Zapchastchi muammo bo'lib qolsa-chi? Men aytaman, zapchast muammo bo'lmaydi. Jizzaxda chiqyapti, ADM Jizzax. Mana ADM deb yozilgan. ADM Jizzax, Jizzaxda chiqyapti. Zapchastlarda muammo bo'lmaydi. O'zbekiston bo'yicha mavjud.
keyin servisiga keladigan bo'lsak, garantiyasiga keladigan bo'lsak, 5 yil yoki 150 ming kilometr biz yozib beramiz servis knishkasiga, pechatlarni qo'yib beramiz. Shunga umuman muammo bo'lmaydi bu narsada. Shuni olib ketasizlar, 3 kundan boshlab sizlarda garantiya hisoblanadi. Keyin bizda yana bitta qiziqarli vobros bo'ldi. Qanaqa bu yerda ведущий bu oldi ballonlar tortadi. Chunki orqa ballon tortsa buksavat qilib turadi-da. Chunki bunda 1.5 turbina qo'yilgan, 147 ta och kuchi ketib qoladi ballon. Baribir oldi ballondan buksировать qiladi agar резко gaz bossa, sport rejimida особенно. Shunga men o'ylashim bo'yicha bu mashina o'z narxini oqlaydi, oilaviy deb hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, chunki ko'p akalar yozadi YouTube'da narxini aytmadinglar, shuni aytib qo'yinglar deyshadi. Buni narxi 344 million 900 ming so'm. Hamda bundan pastroq pozitsiya ham bor. Bu lyuksiz hamda mana bu 360 kamerasi yo'q bo'ladi. U esa 311 million 900 ming so'm. Lekin motor jihat, qo'ygan narsa jihat bir xil deb hisoblanadi. Shunga biz sizlarni chiri chonzorda kutib qolamiz. Agar bizdan живой обзор yoqqan bo'lsa, hamda shu rangdagi mashina yoqqan bo'lsa, bemalol biz sizlarni kutib qolamiz. Bizdan o'zimizdan yana bonuslar bor hamda biz 3 ta iPhone o'ynayapmiz. Bizdan xarid qilgan mashinani egasidan biz 3 tasini tanlab olamiz. 3 ta iPhone biz o'ynayapmiz shu oy. Shunga biz sizlarni kutib qolamiz. O'zimizda yana sovg'alar bor. Like hamda podpiska bosib qo'yasizlar. Biz sizlarni kutib qolamiz.